Har bir inson bu hayotda tug'ilarkan va davom etib yasharkan hayoti davomida undagi ikkita energiyada, ya'ni yin va yang, erkaklik va ayollik energiyasida va mavjudlik darajasida har bir insonda ota va onani energetik hayotidagi o'z o'rni bor. Agar siz hayotingizda yoki otadan yoki onadan qoniqmadingiz, tan olmadingiz, kibrlandingiz, rad etdingiz, ichingizda isyonlaringiz bor, ichingizda tan olmasliklaringiz bor, qabul qilmasliklaringiz bor, biling, aynan o'sha yerda boshlab siz o'zingiz bo'lmaysiz. Ya'ni o'zingiz bo'lib bugungi kunda yashay olmaysiz. Bugungi kunda yashay olmagan inson aynan o'zini his qila olmaydi. O'z hayotida bo'la olmaydi. U doim yo o'tmishga, u doim yo kelajakka oqizayotgan energiyasida yashashni boshlanadi. Terapiya bu nima qiladi? Terapiya sizni holatingizni, sizni hayollaringizni, o'y-fikrlaringizni kvant sakratadi. Terapiya orqali siz o'sha o'tmishda kechayotgan energiyalaringizni, o'tmishda qolgan o'zingizni bugungi kunda jamlaysiz. Kelajakdagi qo'rquvlaringizni, kelajakdagi haddiklaringizni, men onamga o'xshagan taqdirda yashamasmikinman, men otamga o'xshagan holatdagi erkak hayotimga kirib kelmasmikin, yoki unday yoki bunday kelajak qo'rquvlaringizni da terapiya hal qiladi. Sizni bir nuqtaga jamlaydi. Agar siz energiyangiz tarqoq bo'lsa, sizda dangasalik kuchli bo'lsa, agar sizda kuchli charchoq, siz o'y fikrlaringizni bir joyga jamla olmayotgan bo'lsangiz, sizni hayotingizda pulsizlik, sizni hayotingizda munosabatlaringiz bilan bog'liq jarayonlar kechayotgan bo'lsa va agar sizni hayotingizda sog'lig'ingizda aynan sog'lomsizlik ta'qib qilayotgan bo'lsa, biling, sizga tezda terapiya kerak. Terapiya orqali siz energiyalaringizdagi o'sha turib qolgan genetingizdagi hissiyotni ko'rasiz va mana shu orqali yechim olasiz. Aynan ishlash jarayonlari sizga qiziq bo'lsa, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling va Telegram kanalimizda har hafta davomida mutlaq bepul bo'ladigan ommaviy terapiya seanslarimizda ishtirok eting. Sizni kutib qolamiz.